Hammamiz ko'chada futbol o'ynab katta bo'lgan bolalarmiz. Hammamizda menimcha shunaqa orzu bo'lardi. Shu bolalar bilan futbol o'ynab yurgan paytimiz kimdir kelib qolib, qanaqadir katta futbolist kelib biz bilan birga futbol o'ynasa, хотя бы butsimi koptomni tashlab ketsa, shu nerealniy bo'lardi deb tabiiy orzuyimiz bo'lardi. Bugun shu orzuni o'zimiz amalga oshirishga harakat qilamiz. Faqat o'zimizniki emas, o'sha bitta qishloqqa borib, o'shdagi yosh bolalarni xursand qilishga harakat qilamiz. Xullas ko'ramiz bundan nima chiqar ekan. Mehmet, nima deysan do'stim? Bolalar xursand bo'ladimi? Endi bizdagi yoshlikdagi orzu amalga oshmagan. Endi bu yosh bolalarning orzusini amalga oshiramiz. Xudo xolasa orzu amalga oshadi degan umiddaman. Xullas Tashmore degan joyga boramiz. O'shda agar ko'rgan bo'lsanglar, Instagramga men rolik joylaganman. O'shda har doim yosh bolalar futbol o'ynab yuradi. O'sha bolalarga men to'g'risini aytsam, обещать qilib qo'ydim. Bir kun Unwanted Boys bilan kelib, sizlarni xursand qilib ketamiz deb. Ular menimcha har kuni futbol o'ynaganda mana shu miyasini ichida qanaqadir umid bo'ladi. Bugun balki Unwanted Boys kelib qoladi deb. Mana bugun Unwanted Boys kelib qoladi. Hammamiz prям игровой formalarda xullas qanaqa bo'lishini tushuntiraman. Shundoq mashinalar to'xtaydi stadionning tepasida. Mashinadan sразу игровой formalarda tushib kelamiz, bolalar hammasi tushib, birdaniga futbol o'ynab ketamiz. Ko'ramiz bundan nima bo'lar ekan. Xullas qiziq bo'ladi. To'xtab turinglar, bu joyni o'tkazib yubormanglar. Men o'zimizni komandadan ham, homiylarimizdan ham faxrlanaman. Chunki bizda maqsad va g'oyalar bitta. Va bugungi videoda bo'layotgan ishlarga ham ITV kompaniyasi o'z hissasini qo'shib kelyapti. ITV nafaqat bizga, balki sizlarga ham zo'r imkoniyatlar yaratib beryapti. Sababi ITVning yangi foydalanuvchilari uchun zo'r aksiya ketyapti. Atigi 290 so'm evaziga sizlar Pro obunasiga ega bo'lasiz. U degani sizda 170 mingdan ortiq telekanal, 25 mingdan oshiq film va seriallar, 2200 dan oshiq multfilmlarga dostуп bo'ladi. Shunchaki описаниедagi ссылкаga bosib ITV ni skachat qiling va siz o'zingiz xohlagan narsani bemalol ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari bugun La Liga doirasida Barsa ham Leganesga qarshi o'ynaydi. Shu o'yinni ham bemalol siz Setanta Sports telekanalida ITV platformasi orqali ko'rishingiz mumkin. Let's go. Mana bolalar sekin yo'lga chiqamiz. Bugun yosh bolalarni xursand qilamiz. Takoy boryapmiz. Bolalar, yo'q, bizni kerak emas. Kim sizlar? Yo'q, ketaveringlar. Kim sizlar yotibdi? Yo'q, bugun juda takoy. Radik, ko'rgansan Instagramdagi roliklarni. Brat, серьезно, rosa so'rashganda, ana kitobcha ham bor yo'qdi, bilasan? Uzr. Chistasan. Hamma mahallada bitta Radik bordi. Xullas, bolalar mana sovg'alar olib qo'yganmiz, takoy koptolardan. 5 yilning original kopto demayman, no, masalan, yoshlikda Joni biz uchun bunaqa koptolar orzu edi, to'g'rimi? Tekindan kelsa boylik. Bizda paytdan rezin kopto bo'ladi, rezindan qattiq. Orzu edi, u ham do'stim, sen bo'lsan, mahallada giroysan 10 kun. Bolalar bizga kiyim bo'ldi, mana hozir sekin boraylikchi. Yosh bolalarning yoniga nima deyishar ekan? O'zi Istanbullar bilan bir video oluvdi. Bizani yaxshi ko'radigan bolalar. O'shaning uchun borib futbol o'ynab kelaylik. Juda ham qiziq ularning reaksiyasi. Agar bolalar nasriyasi ko'tarsa, bizani ham nasriga ko'tarilgan bo'ladi. Sekin otanamiz endi bo'lsa. Токио, Франция, дух идет. Дресс-код черный и красный ковер. Если не пойман, то значит не вор. Radik ahvolini qaranglar. Qanday bo'ladi bugun? Oy, shem. Kiribmi deyman. Qanday bo'ladi bugun? Mana nima so'rayapsan shem turganda? Sezgan bo'lsanglar, oxirgi payt hamma joyda shem. Chunki bizda mobilograf o'zgardi. Shemmiki-da-ku. Mana Tashmorega taksist bo'lsan, nech pulga bo'lsan? Mana shu yaxshi bolani olib borib qo'yasan. Tekinga. Tekinga olib borib qo'yasan, brachkalar. Bo'ldi. Yuragimda har bir zarbada sizdek. Stronger power is Endi sizga ham qizlar yozadimi? Bolalar. Xullas mana Shem bilan ham Joni bilan ham bir xil sport o'ynayapmiz. Ko'pchilik biladi, Real 3-0 yutqizdi Arsenalda. Bular hozir comeback qiladi deyapti. Shuning uchun nimadir bo'ladi oxiri. comeback qilsa, men Joniga ham, Shemga ham 100 ta sneakers beraman. 100 tadan. 100 tadan. Arsenal chiqsa keyingi bosqichga, to'g'rimi? Men bundan 10 ta olaman, bundan 10 ta olaman. Shuni 20 ta. 10 barobar kichikroq narsa. Bo'ldi. Ketdi. Mana Joni. Tashmori bir kishi, bitta joy. Kelsanglar ketamiz. Bitta joy, kelsanglar bilan ketamiz, Tashmori. bolalar 15 minut ichida keladi. Faqat bu payt biza somsa yeb ayron ichamiz. Ha, Cho'qontoy. Bittagilar bilan gaplashamiz. Sen hozir ketaman. Jinnimisiz? Yo'q, qo'ying, qanaqa gaplaman. Telefonga baqirish kerak, shunaqa? Ha, shunaqa, noto'g'ri tushunishadi. To'xtatinglar Rustam aka. Nima seriozlashyapti bu? Tushgan. Shu o'zingdan ketsan, ha? To'xta gaplashamiz sen bilan. Hozir to'xtab turgin.
Gaplasana olsam bilan. Va chekar aka. Ya endi men urib qo'yardim prosta boy kiyimlarim bilan. O'z yoshda hali bir tushishga. Ayronlar bor 15.000 dan kechki bozor. Nechta? Kameraga olmang. Bizning nomimizdan kelsanglar 0% skidkasi bor. Yo'lni boshlash urishdaymi bilan. Davay bolalar yuguringlar ketdi. Bu o'yinimizmi? Hammalar bu tarafdasilik anons bo'yishga qarshi. Mana bolalar bugun yosh bolalarning kitobini yopamiz. Voy, kamida hat-trick bor, 5 dan hammasini hozir olib kelaman. Ular unda bitta ligaga o'tsa biz ham bitta ligaga bo'lib chiqib kelsak. Qachon bulardan so'rashdik? Fara qani Fara? Fara, o'rtog'im Fara. Fara aka qani? Qanaqa ko'rasanmi? Sen so'ragan eding. O'zingdanmi? Sen uchun olib keldim. Gol ursang senga yangi futbolka bor. Kichkina bolalar sizga gol uraman deyishyapti. Tish tashisa, 10-15 ta gol tashisa. İpeskam yetib ketaveramanda. Uka bugun teshilib ketmaysanmi? Paskatlarda bollarni sindirib tashlaymiz. Patga tashlaymizmi? Sindirish kerak. Shamxat ham mana gol urasanmi? Urmaysanmi bu yoqda? Kim kapitan? Senmi? Mana u Radikka qarshi Radikmi o'sha? O'zbekistonda bir xil bashara. Kim birinchi bo'lib 3 ta gol ursa o'sha yutdi. Sizlarning har bitta gol urgan bolalarga sovg'a bor. Davay. Ketdi. Sara, oldiga tet. Endi yur. Joy. Juda ko'p. Yengil bosh. Ichkariroq ket. Bu dar tepaman qoshlaring. Sakrab qo'ysan. Voy, itarvat. Hozir davay. Hamma varitaga. Davay, ushlab turibmi? Boshla. Voy bilan. Baqa. Hop, kiray. Sara o'rta. Stop. Bizga bunaqa gol urmaydi. To'pda kelmasa ekan bor. Yo'q. 100 ta odamga qarshi o'ynaymiz. O'yin necha bo'ldi? Penaltilashamiz. 5 tadan nechta qaytarasan? Yashaganmi? Bitta qatarsan katta gap u, bitta bolalar kuchli. Shohrux, bitta marojna olib beraman, udan qatarmasin. Kelsin. Emotsiya hozir shu 5 yilda. Mana Kapitan kanalida.
Bolalar kuchli aytdim-ku, bitta qaytarsan katta gap deb aytdim sizlarga. Vaqti kuchli. Men shohman, men ismim Shohdonman. Roglarni urmadim, lekin menga bu yerda muhimroq gol urish. Ты сказал? Revanш. Mana hozir ko'ramiz. Maya o'tirmayman, menga farqi. Yaxshi yutib ketamiz, endi seri penaltida. Ozgina qoldi qatnashdi. Ular jo'yinlikdan kuchli ekanlar. Kuchli. Urush kerak, хотя бы komanda uchun urush kerak. Teshdim, nog'da kaska. Teshaman maxan. Voy, men demgan joyga dedim. Borib, hozir uraman-da. Как aura bo'ladi. Yosh bola turadi. Hammamiz uzr deymiz. Kameraga aura-da. Qoch. Radik urolmaydi hech qachon. Uzr Radik. Mana bu oxirgisi, agar gol ursang, senga ham forma bor. Harakat qilaman urishga. Komanda uchun davay. Talashmasdan, Mana. Saniki bor. PSG mana. Mana Barsa. Qani? Mana. Rahmat. Kuchimiz bilan erishdik. Hozir hamma ololmadi, to'g'rimi? Trenerlarda aniq sonni olib ketamiz. Keyingi safar kelganda hammaga bitta beriladi. Xo'pmi? Hozir endi rolik olib borishimiz kerak. Sal katta bolalar kerak bo'ladi. Men chaqiraman, ke. Bo'y uzunroq bolalar kerak bo'ladi, ke. Ko'rdinglar bolalar, hozir kichkinalar bilan ozgincha futbol o'ynadik, penalti tepishdik. Menimcha xursand bo'lishdi, podarkalar ham berdik. Endi Instagram uchun rolik olishimiz kerak hozir. Ko'pchilik biladi, Nike reklamasida rolik bo'lgan. Xullas o'sha rolikni biz Instagramga hozir olamiz. Balki hozir videosini chiqarib beramiz. Chunki katta ehtimol bilan birinchi Instagram rolik chiqadi. Hozir mana ko'rasizlar nima olganimizni bu yoqda. Yutgan bolalar qolsa, men unda radikman deganda, keyin qayersa Bo'ldi, unda men jami. Bo'lmasa men uni bolani yana qayta olganman. 1 2 3 ketdi. Fashit o'xshamayapti. O'xshating, игровой момент. Bo'ldi, sen ham aldagi joningni ber, sen ham adbor qil joningni ber. Jon bilan?
Olib qo'y bilan. Bola mana Tashmuriyadagi yosh bolalarni xursand qila oldik deb o'ylayman. 20 ming like yig'sak, yana boshqa qishloqlarga ham boramiz. Yosh bolalarni xursand qilib, birga futbol o'ynab, xudo xolasa O'zbekiston futbolini, O'zbekiston umumiy sportini rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shamiz degan umiddaman. Hammaga yoqdimi bolalar? Ha! Let's go!